Bugun O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashining navbatdagi plenumi bo'lib o'tdi. Unda partiya hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi faoliyati muhokama qilinib, kelgusi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Yig'ilishda dastlab O'zbekiston Ekologik partiyasining 2026-yil 1-choragidagi faoliyati yakunlari bo'yicha ma'lumot berildi. Hisobot davrida partiya mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda faol ishtirok etish, jamiyatdagi nufuzini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan tizimli ishlarni amalga oshirgani qayd etildi. Shuningdek, aholining ekologik ongi va faolligini oshirish, jamoatchilik hamda deputatlik nazoratini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilganligi ta'kidlandi. Shundan so'ng Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining 2026-yil 1-choragidagi faoliyati yakunlari muhokama qilindi. Yig'ilishda fraksiyaning qonun ijodkorligi, parlament nazorati, saylovchilar bilan ishlash borasidagi natijalari sarhisob qilindi hamda ustuvor vazifalar belgilandi. Plenumda partiya muayyan natijalarga erishgani, lekin zamonning o'zi bundanda katta shijoat, bundanda yuqori samaradorlik va eng muhimi yanada amaliy natijalar talab qilayotgani qayd etildi. Shu nuqtai nazardan faoliyatni yangi bosqichga olib chiqish uchun barcha kuch va imkoniyatlarni aniq ustuvor yo'nalishlarga safarbar etish zarurligi aytildi. Bunda mahallalarda ekologik madaniyatni yuksaltirish ishlarini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish zarur. Buning uchun targ'ibot ishlarini umumiy chaqiriqlar bilan cheklanmasdan aniq manzilga qaratilgan aholining turli qatlamlarini qamrab oladigan tizimga aylantirish, jamiyatda ekologik qoidabuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, ekologik huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikni, mahallalarda ochiq muloqotlar va profilaktik tadbirlarni muntazam tashkil etish, mahallalarda ekovolontyorlar harakatini shakllantirish va uni kengaytirishga alohida e'tibor qaratish, ayniqsa yoshlarni ushbu jarayonlarga faol jalb etish orqali tabiatni asrab-avaylashni ommaviy tusga olib chiqish. Uyushmagan yoshlar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni joriy etib, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzi va tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishni kuchaytirish. Partiya tashkilotlari, deputatlar va mas'ul xodimlar hududlarda ekologik muammolarni joyida o'rganishi hamda ularni hal etishda mutasaddi tashkilotlar bilan samarali hamkorlikni ta'minlash. Har bir hudud kesimida mavjud ekologik muammolarni aniqlash, ularni tizimlashtirish va ma'lumotlar bazasini yaratish orqali aniq va amaliy takliflar ishlab chiqishni tizimli amalga oshirish. Xotin-qizlar bilan ishlashni kuchaytirish, ularni ijtimoiy faolligini oshirish va ekologiya, salomatlik, ayollar klubi yo'nalishlaridagi tashabbuslarni yanada rivojlantirish, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali partiya faoliyatiga ilmiy yondashuvlarni keng joriy etish. Shu bilan birga mahalliy kengashlardagi partiya guruhlari faoliyatini yangi sifat bosqichiga olib chiqish muhim yo'nalishlardan ekanligi qayd etildi. Yig'ilishda shuningdek O'zbekiston Ekologik partiyasining 2026-yil faoliyatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ham tasdiqlandi.